Sahobalar ta'birida vatan tushunchasi. Payg'ambarlardan keyin eng ulug' insonlar sahobalardir. Ularning hayotida ham vatanga bo'lgan muhabbatning yorqin misollarini ko'rishimiz mumkin. Ibn Hamdun o'zining At-Tazkiratul Hamduniya asarida keltiradi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma aytadi: agar odamlar vatanlariga qanoat qilgandek rizqlariga qanoat qilganlarida biror banda rizqdan shikoyat qilmasdi. Umar roziyallohu anhu: insonlar vatanlarini sevmaganlarida shaharlar xarob bo'lur edi. Vatanlarni sevish bilan shaharlar obod bo'lur deganlar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida Abu Bakr va Bilal kasallikka chalindi. Oysha roziyallohu anha aytadi: ikkisining huzuriga kirdim va ey otajon, qandaysiz? Ey Bilal, qandaysiz dedim. Abu Bakrni istma olganida: o'tar chog'im topsaydim ahlimda qo'nim, kovush ipidan yaqin insonga o'lim der edi. Bilaldan istma ketganda ovozni ko'targancha: qaniydi bo'lsaydim yurtimda bir kech, orzu misol vodiylar yetolmasman hech, atrofda bo'lsaydi o'sha chog' izhir va jalil, majinna obiga ser, qani shomayu tofil der edi. Izhir va jalil xushbo'y hid taratuvchi o'simlik nomi. Majinna jahiliyat davrida haj mavsumida bo'ladigan 3 ta katta bozorning biri. Shoma va Tofil Makkadagi tog'larning nomi. Oysha roziyallohu anha so'zda davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib ikkisining xabarini bergan edim. Allohumma habbib ilaynal madinata ka hubbina makkata aw ashadda wa sahhihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wanqul hummaha faj'alha bil juhfa deb duo qildilar. Imom Buxoriy rivoyati. Duoning tarjimasi: ey Allohim, bizga Madinani Makka kabi yoki undan ham suyukliroq qilgin. Uni tuzatgin va soimiz va muddimizga baraka bergin. Undagi istmani juhfaga ko'chirgin. Bilish muhim. Bilal roziyallohu anhuning istmalagan holida ham dard bilan ovora bo'lish o'rniga bir kun yoki yarim kun o'z yurtida bo'lishni orzu qilishi vatanga bo'lgan muhabbatning belgisidir. Bu holatga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning indamaganlari yoki uni inkor etmaganlari, balki u zotning Madina haqqiga duo qilishlari bu muhabbatning shar'iy ekanligini ko'rsatadi. Faqihlar ta'birida vatan tushunchasi. Faqihlar vatanni 3 ga bo'ladilar. Birinchi, vatani asli, ya'ni asli vatan. Asli vatan inson tug'ilgan manzil yoki oilali bo'lgan joy. Ikkinchi, vatani iqoma, ya'ni vaqtincha istiqomat qilinadigan vatan yoki safar vatani ham deyiladi. Vatani iqoma unda oilasi bo'lmagan, 15 kun yoki ko'proq turishni niyat qilgan shahar yoki qishloq. Uchinchi, vatani sukno, ya'ni biroz turish maqsad qilingan vatan. Vatani sukno musofirning 15 kundan ozroq turishni niyat qilgan maskani, manzili. Kishi vatanidan boshqa bir joyga safar qilishni xohlasa, shariatimiz unga farz namozlarni qasr qilib o'qish, mahsiga masx tortish muddatining 1 kundan 3 kunga uzayishi, Ramazon ro'zasini tutish mubohga aylanishi kabi bir qancha yengilliklarni beradi. Faqihlar hajning hikmati va savobi ulkan ekaniga vatan firoqi va o'rganib qolgan narsadan ayirish bilan nafsga tarbiya berishni sabab qilib keltiradilar. Imom Zaylai rahmatullohi alayh Tabinul Haqoiq kitobining haj bobida aytadi: hajning hikmati vatan, do'stlar, aka-ukalar, oila va ota-onadan ixtiyoriy ayrilish bilan nafsni o'ldirishdir. Imom Qarofiy rahmatullohi alayh Az-Zaxira kitobida hajning foydalaridan biri nafsga vatan firoqi bilan odob bermoqlikdir degan. Avliyolar ta'birida vatan tushunchasi. Tasavvuf namoyandalarining ibratli hayotlari biz uchun katta tajriba maktabi hisoblanadi. Undan vatanga bo'lgan muhabbat borasida ba'zi parchalarni keltiramiz.
Shayx Najmiddin Kubro rahmatullohi alayh. Najmiddin Kubro rahmatullohi alayhning yashagan davri o'ta og'ir, shiddatli va murakkab edi. O'sha vaqtlar Mo'g'ullarning Markaziy Osiyoga hamlalari kuchayib, Chingizxon askarlari Movaroun Nahrdagi yirik ilm shaharlarini birin-ketin ayovsiz bosib olayotgan edi. Chingizxon avval Buxoro, keyin Samarqandni vayron qiladi. 1221-yilning iyul oyida Chingizxon askarlari Xorazmga yuzlanadi. Tarixchilardan Ibn Asir rahmatullohi alayhining ta'kidlashicha, Chingizxon o'z yurishlarida eng ko'p askarni Xorazmga jo'natgan, chunki Xorazm aholisi ko'p edi. Bundan tashqari Xorazmliklar shijoat va matonat bilan tanilgan edilar. O'rtada ayovsiz jang bo'ldi. Mo'g'ullar shaharni 5 oy qamal qilib turishdi. Har ikki tomon ko'p qurbonlar berdi, lekin dushman tomonining talafoti ko'proq edi. Chingizxon yana yordam kuchlarini jo'natdi. Tarixchilarning yozishicha, Najmiddin Kubro rahmatullohi alayhga Chingizxon tomonidan unga qo'shilish taklifi bo'lganda o'ylab o'tirmay rad etgan. Xorazmshoh u zotga 60 nafarga yaqin shogirdi bilan shahardan chiqib ketish taklifini aytganida ko'nmagan. Shogirdlariga sizlar ketaveringlar, men dushman bilan olishaman deb shaharda qolgan. Dushman shaharga kirgach, Najmiddin Kubro shayxining xirqasini kiyib, jangga kirgan va Mo'g'ul bosqinchilari tomonidan shahid etilgan. Najmiddin Kubro hazratlarining shijoat, javonmardlik va vatanparvarlik kabi ezgu axloqiy sifatlari bizning zamonamizda ham tarbiyaviy jihatdan o'z qiymatini yo'qotmagan desak xato bo'lmaydi. U zotning vatanparvarlik sifatini namoyon qilishlari bugungi kun yoshlari qalbida vatanparvarlik hissini yanada oshirmog'i tayin. Abu Naim rahmatullohi alayh o'zining Hilyatul Awliya kitobida Ibrohim ibn Adham rahmatullohi alayhning vatan haqida aytgan so'zlarini keltirib bunday deydi: Ibodat bilan mashg'ul bo'ldim. Men o'zimda nafsning vatanga intilishidan ko'ra shiddatli, og'ir narsani topmadim. Yana boshqa so'zida, tark etganlarim ichida vatandan ayrilish shiddatini biror narsaga o'xshata olmadim deyilgan. Mashhur mutasavvif olim Sofi Alloyor rahmatullohi alayh vatan haqida quyidagilarni aytadi: Yaqin bil, kimni ko'proq aylasang yod, bo'lur do'sting sani ey odamizod. Bilur har odam o'g'li bo'lsa uyg'oq, vatanning aslidur bizlarga tufroq. Sofi Alloyor hazratlari yuqoridagi baytda bizga quyidagilarni nasihat qilmoqda. O'zini hazrati insonga mansub ekanligini da'vo qiluvchi har bir g'aflat uyqusidan uyg'oq, sergak odam vatan deganda odamning loydan yaratilganiga ishora qilib, tuproqni tushunmog'i kerakligi. Darhaqiqat insonning asli tuproqdan yaralgan. Kim shu tuproqni qadrlar, vatanim deb hurmatini joyiga qo'yar ekan, bilsinki u inson avvalo bu bilan o'zini aslini hurmat qilayotir. O'zini aslini hurmat qilmaydiganlar esa o'zgalarni hech qachon hurmat qilmaydi.